Generatorlar zaryadga bermayapti. Antisi bilan ozgina faradga qilib to'g'irlab beramiz. Signalizatsiyalar ishlamayapti. Tabloda akkumulyator anaqasi ko'rsatmayapti zaryadkalari. Xudo xolisa mashinamiz ham fon hamma narsasini suv sepaganlarga ishlab faralarni qarab, akkuratni sifatli qilib elektr montajdan fonni remont qilib beramiz. Tablo bilan sochli, pultingizni ochdi, mana antenasi ishlamayapti. Mana bunday antena turgan ekan bunda, qilib qo'yishgan ekan antenasini. Qopqolari ham yo'q, hech narsasi yo'q. Mana ishda turgan ekan. Hozir boshqa antena qo'yishdi. Tayyor bo'ldi. Signalizatsiyani stanopga qilib to'g'irlab berdik, ishlatib berdik signalizatsiyani. Elektr oborotlarni to'g'irlab berdik. Ko'rsatib o'tamiz. Tablolarda akkumulyator svetlari yonmayapti, ularni yonadigan qilib berdik. Zaryadkalar ishlamayapti mana. Faralar hammasi ponni ishlayapti mana. Avariykalargacha, benzin datchiklargacha yonib o'chyapti mana. Soatlar ishlayapti. Signallar chalyapti mana. Dvorniklar mana. Suv sepaganlarga ishlaydigan qilib qo'ydik mana mashinamizni. Mashinamizda mana stikla podyomniklarga ishlayapti mana. Tushyapti mana, ko'tarilyapti. Ko'rishinglar mumkin. Orqa faralar yonib o'chyapti, zadniy faralar yonib o'chyapti mana. Patfannilari, nomer osvesheniyalargacha, ponni, zadniylarigacha hammasi full variantda ishlayapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, aytasizlar, akkuratni, sifatli qilib ponni elektr montajini ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa retro so'roqlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar.